Nimaga men o'zi sizga turmushga chiqdim? Boy yigit topsam bo'ldi, menga gelik berasan. Hamma narsasi bo'lishi kerak, hamma narsasi zo'r. Siz qanchalik u narsaga munosibsiz? Uy quryapti, mashina olyapti, bolalarning kelajagi uchun harakat qilyapti. Tayyoriga yashamayapti-da. Menga kim munosib? Hamma erkaklar bir xil. Nima ko'rdim, yana shunaqa bo'ldi. O'sha moddiyatga siz qanchalik tayyorsiz? Siz topganingiz bilan ro'zg'or qilamizmi, bolani boqamizmi yoki jamg'arma qilamizmi? Uyda o'tirib qolishdan qo'rqaman deyishadi. Ertalabdan kechgacha 2-3 ishda ishlaydi, lekin uchun yashashadi. Ishonch yo'q. Bir-biri bilan birga bo'lgandan keyin ular bir-birini yoqtirmay qolishdi. Nima uchun ham erkaklar bir, hammasi xiyonat qiladi. Erkakni g'ururini paymon qilish bilan bu narsaga yo'l qo'yadi. Chiroyli qiz ko'rsa bo'ldi. O'shani bilan borib xiyonat qilib, ayoli bilib qolsa, zo'r xotin bilmay qoldim-da deydi. Qaysi millatda, hech qaysi dinda, hech qaysi bir qarashlarda ayolning xiyonati kechirilmaydi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan diydor ko'rishib turganimizdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan oila masalasida suhbat qurmoqchimiz. Hozirgi yoshlarimiz juft tanlashda juda ham tez shoshilyapti va juft tanlashdan keyin ajrimlar soni juda ham ko'payib ketyapti. Shu mavzuda suhbat qurish uchun bugun studiyamizga hurmatli mehmonimiz Madina opa Narkoziyevani taklif qilganmiz. Oliy ma'lumotli psixolog, oila psixologlari. Bugungi suhbatimiz oila mavzusida bo'ladi. Kuzatishda davom qilinglar. Juda ham zo'r mavzularni muhokama qilamiz. Assalomu alaykum. Qanday yaxshimisiz? Xursandman. Avvalambor taklif uchun kattakon rahmat. Hurmat qilib taklif qilganinglar uchun. Haqiqatda bugungi kunda eng dolzarb mavzulardan biri bu oila mavzusi bo'lib qolgan. Ya'ni shunchalik hayot tezlashib ketganki, hamma narsada shoshqaloqlik, hamma narsada bir nima deydi, tez qaror qabul qilishga harakat qilish, ko'proq qaysi bir narsani o'rnini almashtirib qo'yish degan bir shoshqaloqlik sababli qanday qarorlar haqiqatda ko'p qiyinchiliklarni keltirib chiqaryapti. Oila mavzusida bo'ladigan bo'lsa, aynan nima mavzuda gaplashsak, bularga bunga kuzatuvchilarimizga qiziqarliroq va manfaatliroq bo'lar ekan. Bilasizmi, Madina opa, hozir menga eng ko'p kelayotgan savollardan biri, men baxtli bo'lishim uchun qanday juftlik tanlashim kerak? Men tanlagan juftligim bilan baxtli bo'la olamanmi? Va o'sha juftligimga mos juftlik bo'lish uchun o'zim qanaqa ayol bo'lishim kerak degan juda ham ko'pdan ko'p savollar kelyapti. Shu borada sizning fikringiz qanaqa? Haqiqatda bu juda ham dolzarb, juda ham yaxshi mavzu, chunki ko'pincha o'sha oila barbod bo'lgandan keyin yoki bo'lmasam oila barbod bo'lish chegarasiga kelib qolgandan keyin xuddi shu savolni odamlar berishni boshlaydi-da, yoki bir-biriga aytadi, nimaga men o'zi sizga turmushga chiqdim yoki nimaga men senga uylandim va hokazo va hokazo. Agarda xuddi institutga kirishdan oldin biz o'qishga kirish uchun qanchalik tayyorgarlik ko'rgandaki, hayotga ham xuddi shunaqa tayyorgarlik ko'radigan bo'lsak, qizlarimizni asosiysi tayyorlaydigan bo'lsak, bu juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Birinchi o'rinda e'tibor berish kerak bo'lgan narsa inson o'zi kim? Men kimman degan savolga javob berish kerak. Men kimman va menga kim munosib? Men kimga munosibman? Chunki biz har doim orzu qilamiz, ovqatdagi shahzodani qizlar orzu qiladi, hamma narsasi bo'lishi kerak, hamma narsasi zo'r, lekin siz qanchalik u narsaga munosibsiz? Siz o'zingiz qanchalik o'sha narsaga soatvetsiz qilasiz, ya'ni mos kelasiz o'sha narsaga. Ana shu narsani birinchi o'rinda ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Masalan, deylik, tortishish qonuni bor-da. O'zimizga mosini chaqiramiz. Ya'ni sizni turmush o'rtog'ingiz agarda masalan sizga yoqmayotgan bo'lsa, demak aslida turmush o'rtog'ingiz emas, bu yerda xatoni sizdan ketayotgan bo'ladi. Chunki ayol kishining energiyasi erkak kishinikidan 9 barobar kuchli. Buni ilm fan isbotlagan. Demak, tortishish qonuni ayoldan boshlanadi. Qizlarga kerak bo'ladigan narsalar bu o'zini ichki olamini, ichki ruhiyatini tayyorlash. To'g'ri, biz mana ilmga juda ko'p e'tibor beramiz, lekin ruhiyat, ya'ni qalb bu boshqa narsa. Bizga aynan shu psixologik holatimizdagi ruhiyatimizga mos inson tortishib keladi. Deylik, siz orzu qilasiz,
qanaqadir bir shaxsni yoki bir qanaqadir bir holatda yashashni yoki qanaqadir bir moddiy holatlarni, lekin o'sha moddiyatga siz qanchalik tayyorsiz, siz qanchalik o'sha narsani qabul qila olasiz va siz qanchalik o'sha insonni siz orzu qilayotgan munosabatlariga loyiq bo'la olasiz. Ana shu narsa katta mavzu turadi. Bunga ota-ona e'tibor berish kerak. Ota-ona agarda farzandlar ko'p bo'lsa, ishi ko'p bo'ladigan bo'lsa, o'sha qizlar, balog'atga yetgan qizlar, umuman nafaqat qizlar, bugungi kunda ajrashgan ayollar ham ko'p. Meni taniydiganlar bilishadi, men juda ham ajrimga qarshiman. Yolg'iz ayollikka qarshiman. Har qanaqa yoshda, mana meni o'quvchilarim qatorida 50 yoshda ham, 60 yoshda ham turmushga chiqqanlar yoki bo'lsam 30-35 bu endi umuman muammo emas. Men o'zi faxrlanib aytadigan narsam, meni o'quvchilarim orasida ajrim yoqasiga kelib qolgan birorta oila ajrashmagan, aksincha yolg'iz ayollar ham oila qurish baxtiga ega bo'lishgan. Chunki Allohga xos faqat yolg'izlik. Endi hozir buni aytadigan bo'lsak, faqatgina men aytmoqchi bo'lganim faqatgina turmushga chiqquncha bo'lgan yoshdagi qizlar emas, umuman mana turmushdan kuygan, ajrimda va qanaqadir o'zlariga qo'rquvni yasab olishgan hamma erkaklar bir xil, nima ko'rdim, yana shunaqa bo'ladi. Yo'q, siz nimaga tayyor bo'lsangiz, o'sha narsa keladi. Buni eng negizi o'ziga loyiqlik, o'ziga ishonch. Eng muhimi ishonch. Ya'ni siz agar o'zingizga ishongan, lekin o'ziga ishonchni ko'pchilik kibr bilan almashtirib qo'yadi. Bu boshqa narsa. Ya'ni ishonch agar insonda, ayolda kuchli bo'ladigan bo'lsa, o'ziga nisbatan kuchli ishonch xuddi shunaqangi o'ziga bo'lgan ishonchli erkakni tortib keladi. Yani xotirjamlikka asoslangan emotsional tortishish qonuni bo'ladi bu yerda. Xo'p, endi ishonch bo'ldi. Xo'p, ishonch nimadan keyin bunaqangi sizda qat'iy ishonch bo'ladi? Albatta, samootsenka, ya'ni o'zingizga bo'lgan bahoyingiz, o'zingizga xos bo'lgan sifatlaringiz. Ya'ni siz qanchalik o'zingizni baholay olasiz. Masalan, deylik, orzu qilish bitta narsa, lekin o'sha narsani kelganda eplay olish. Deylik, masalan, siz bir kosa ovqatingizda sizga bir qozon ovqatda olib kelib qo'ysa, siz uni nima qilishni ham bilmay qolishingiz mumkin. Yeya olmasligingiz tabiiy, lekin uni keyin nobud bo'lmasligi uchun yoki keyinchalik qanday ishlatishi bu уже ilm talab qiladi, ya'ni bilim talab qiladi. Ana shu narsalarga agar e'tibor beradigan bo'lsak, birinchi o'rinda men o'ylaymanki, maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi bu narsa albatta juda ko'p tomonlama bog'liqligi bor. O'ziga ishonchni o'zi juda ham mayda narsalarga bo'linadi. O'ziga baho ham juda ko'p mayda narsalarga bog'lanadi. Siz ko'rayotgan masalan baxtli oilalar yoki bo'lmasam muvaffaqiyatli oilalar, bu men yoshlarga aytmoqchi bo'lganim, bu mehnat degani. Asosiysi ayolni o'zini ustida ishlash mehnati degani. Xotirjamlik insonni o'stiradi. Xotirjamlik kelishi uchun sizga ana shu o'zingizga bo'lgan baho va qiymatingiz beradi. Ana undan keyin ishonch bo'ladi. Mana shu narsani agar inobatga oladigan bo'lsak, bizda hamma narsa joy-joyida ketadi. Endi alohida e'tirof etadigan bo'lsak, masalan, deylik, siz juft tanlayotganingizda uni gaplaridan ko'ra nigohiga, xatti-harakatiga e'tibor berish kerak. Ya'ni erkak kishi o'zi odatda ko'p gapirmaydi. O'ziga ishonchi bo'lgan odam u nimanidir isbotlashga urinmaydi. Masalan, ayollar nimani xohlaydi? Har kun o'ldim, kuydim deyishini, har kun qanaqadir bir narsalar sovg'a qilishni, sensiz yasholmayman deyishlarini, romantikani yoki bo'lmasam qanaqadir bir chiroyli mashinalarda kelishini va hokazo. Ayol kishi o'sha erkakning oldida o'zini birinchi hissiyotiga e'tibor berish kerak. Erkin his qila oldimi? Albatta. Xotirjam his qila oldimi o'sha erkakning oldida? Va uni ko'zida xotirjamlik bormi? U yigitning ko'zida. Sevgi bilan yonish boshqa, u o'z yo'lida, lekin xotirjamlik bormi? Ya'ni u o'zini yaxshiroq ko'rsatishga urinyaptimi yoki haqiqatda u shunaqami?
yoki majburan qilyaptimi yoki majburan, qarab. ba'zan bo'ladi-ku shunaqa ota-onalar anaqasi. Juda ham ko'payib ketyapti hozirgi kunda. Juda ko'p, anaqa juda ko'p parashyot u. Ya'ni nima, o'sha hisob kitobli. Shunaqa ayollar ko'chada ko'rayotganini eriga menga shunaqa berasan. Qizlarimiz ham to'ydan oldin hozir ko'proq mana bunaqa narsaga ahamiyat beryapti-da, men boy yigit topsam bo'ldi, menga gelik berasan. To'ydan keyin meni qirolichalarda yashatasan, menga mana shunaqa yigit bo'lsa bo'ldi, deyapti-da. Lekin o'sha narsaga yetishyapti ham, lekin o'shanga erishgandan keyin, to'ydan keyingi holaticha o'sha qizlar baxtni his qilmayapti va ajrimlar soni ko'payib ketyapti. Bunga qanaqa munosabatdasiz? Mana shu berilayotgan gelik yoki bo'lmasam o'sha hashamandli yoki qimmatbaho sovg'alarga, ya'ni uchganda, men hozir sanab o'tgan narsalarim hissiyotlar chekkada qolgan bo'ladi. Siz baxtli bo'la olasiz o'sha nimada ham, o'sha holatda, ya'ni boylik holatida ham, boshqa holatda ham ichki to'yinganlik hissi bo'lsa, ichki xotirjamlik hissi bo'lsa va loyiqlik hissi bo'lsa. Agarda masalan sizga mos kelmaydigan ko'ylakni bersa, siz bir kun, ikki kun kiyasizda uni o'zingiz diskomfort his qilasizda, kiymay qo'yasiz. Xuddi shunga o'xshagan narsa, siz moddiy narsalar vaqtincha euforiya beradi. Masalan, siz orzu qilgan mashinangizga 10 yilda erishdingiz, qancha maza qilasiz? Statistika bo'yicha 2 soat. 2 soat kutuvchi juda katta bo'lgani uchun. 2 soat maza qilasiz, xo'p, boring yana 1 oy maza qilarsiz. Keyin o'sha oddiy narsaga aylanadi. O'sha yana adrenalin xohlaydi. Agarda inson ichidan o'zi to'yinmagan bo'lsa, unga butun dunyoning boyligini bering, u yana. Chunki u faqat tashqaridan ko'radi hamma narsani. Odamlar uchun yashash bo'lib qoladi. Yoki odamlarga ko'rsatish. Bu hayot hozir shunaqa, men bundoq kuzataman-da, poygaga o'xshab qolganda. Shunaqa. Mana meni kimligimni ko'r, mana men kimga tegdim, zo'rga tegdim. Juda ham bor, hamma narsasi bor, men baxtliman. Prosta niqob ostidagi baxt so'rab olyapti va ichki o'zini hayotida baxtni his qilmayapti. Buni bir oddiy misol tariqasida aytsak, telefon do'koniga kirdik yoki bo'lmasam biror narsani olish uchun boramizda, kiyim olishga, mana shu kiyimni men olib ketaman, kiyib ko'raman, menga yoqsa keyin pulini beramiz deya olmaymiz-ku. Yigit qizlar ham hozir xuddi mana shu narsaga yuzaki qarayapti-da. Ikkalasi turmush qurguncha men shunga tegaman, olmasam o'laman, tegmasam o'laman. Va bular bir-biriga isbotlash uchun, kimlargadir buni isbotlash uchun qilyapti. Biz mana shu bilan albatta baxtli bo'lamiz, senlar ko'rasan degan ma'noda ikkalasi bir-biri bilan turmush quryapti va to'ydan keyin ular aytayapti, biz bir-birimizga to'g'ri kelmas ekanmiz. Bu meni hayotimdagi inson emas ekan, bu ham meni hayotimdagi inson emas ekan. Qiz ham nolanyapti, yigit ham, lekin o'shalar to'ygacha men shunga tegmasam o'lib qolaman, men shuni olmasam o'lib qolaman holatida turmush qurishgan. Bu holatdagi yigit qizlarga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Men shuni maslahat bera olamanki, biz ichki holatimizdagi insonni o'zimizga tortamiz. Demak, agar o'sha sevdim, o'ldim, kuydim deb turmush qurib, lekin o'sha inson bilan baxtni his qila olmasa, ajrashgandan keyin undan zo'ri keladi deb ayta olmayman. Xuddi yana o'shanaqa hayot takror. Undan battarrog'i bo'lishi mumkin. Nega? Chunki mana bu tortishishlar jarayonida, mana bu nima deydi, emotsional juda ham bir yuqori darajadagi negativ holatda bo'lganda, bor his-tuyg'ular ham, negativlar ham kuchayib ketadi va undan kuchliroq, negativroq insonga uchrab qoladi. Bu ya'ni aytmoqchi bo'lganim, siz oilani almashtirgandan ko'ra, erni almashtirgandan ko'ra ichingizdagi holatingizni o'zgartiring. Erni er qiladigan ham, qora er qiladigan ham ayol kishi, bu azaldan bor narsa, ko'pchilikka yoqmaydi. Menga ham juda uzoq vaqt yoqmagan. Qachonki men o'zim bu narsaga to'qnash kelmagunimcha, men ham bu narsani tan olgim kelmagan. Chunki ayolda nima? Men qiynalganman, men bu deb o'zini jertva holatiga kirgizadi. Nimaga endi men aybdor bo'lishim kerak, erim shunaqa holatga. Faqat bir taraflama qaraymiz-da. Biz o'zimiz qiynalganimizni ko'ramiz, erkaklarning qiynalayotgani biz uchun qorong'u. Shunaqa. Ular ham qiynaladi, ular ham ro'zg'or qilish uchun harakat qiladi, lekin biz uni ko'rmaymiz-da. Xuddi o'zimiz, yagona biz qiynalyapmiz, o'ynab yurgandek qilib ko'rsatamiz. Shunaqa. Lekin men tajribamdan oladigan bo'lsam, shuncha ayollar bilan shuncha yillar beri ishlab kelayotgan holatlarimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, shunaqa ayollarni bilaman. Shunaqangi bir yagona o'g'ilga, shunaqa
oliyjanob insonga, har tomonlama, moddiy tomonlama ham juda ham ta'minlangan, oilasi ham juda ham tarbiyali, ziyoli oilaga turmushga chiqib, lekin 5-6 yil deganda u narsadan asar ham qolmay, hattoki qarzga kirib ketgan holati bor. Sizda bu holat deb aytsangiz tan olgisi kelmaydi, lekin uni aniq ko'rsatib bersangiz, o'sha raskopka jarayonlarida ko'rsatib berib va unga aniq o'sha oynani ko'rsatganingizdan keyin o'shani ustida ishlashni boshlagandan keyin erini yana oldingi holatiga tiklab olgandan keyin o'sha narsaga ishonishni boshlaydi. Ayollar shunaqa, toki ularga o'sha o'zi kutgan haqiqatda emas, boshqa haqiqiy haqiqatni isboti bilan ko'rsatib bermaguningizcha u narsaga tan olgimiz kelmaydi. Yo'q, tan olgisi kelmaydi. Lekin boshqa oilalarni ham bilamiz. Mana oddiy oilaga turmushga chiqqan, lekin ichki holati haligi ayol o'ziga to'yinganligi, ya'ni to'yinganlik degan o'zida o'ziga loyiqlik, o'zini ilmiy holati, o'zini xotirjamligi, o'ziga ishonchi yetarlicha darajada bo'lgan ayol, masalan, oddiy oilaga turmushga chiqsa, u erkakni boy qilib yuboradi. Ha, shunaqa, chunki u ayol o'sha erkak bilan men noldan ko'tarilib baxtli bo'laman, kelajakda farzandlarimizni kamol uchun birgalikda harakat qilaman deb niyat qilib turmushga chiqqan bo'ladi. Unga boylik qiziq bo'lmaganda, u yigitga tegayotganda u qiz bilgan, oddiy oila, puli yo'q, kambag'al, oddiygina oilani bolasiligini bilib turib tekkanligi uchun ular ikkalasi ham bir-birini tushunib yaxshi natijalarga erishgan oilalar deb o'ylayman. Chunki ular aytadi-yu, xizmatdan kelsa boylik, turmush bo'lar chiroyli deb. Chunki ular noldan ikkalasi birga ko'tarilib kelyapti. Har bitta qiyinchilikka ikkalasi birgalikda yengib o'tyapti. Uy quryapti, mashina olyapti, bolalarni kelajagi uchun harakat qilyapti. Chunki ular tayyoriga yashamayapti-da. Mana tayyorga kelib yashayotgan yigit-qizlar hayoti qadrini bilishmayaptimi yoki hayotni jiddiy qabul qilishmayaptimi? Bu borada siz nima deb fikr bildirgan bo'lardingiz? Men bu borada to'g'ri sizni fikringizga qo'shilaman, lekin bir joyi bor, ya'ni tayyoriga kelganda o'sha tayyorni ushlab qolish bor. Ushlab qolish olmayapti. Ana shu ushlab qolish uchun siz ichingizdan to'yingan bo'lishingiz kerak. Ana shu ushlab qolish uchun va uni yana ham ko'paytirish uchun siz ichingizda to'la bo'lishingiz kerak. Bu narsa men uchun oddiy narsa, bu men uchun eng asosiy narsa emas. Qizlarda baholashga kelganda moddiy narsani asosiy narsa qilib qo'yishyapti-da. Yo'q, moddiy narsa mana qancha odamlar yashagan, qancha odamlar o'lib ketgan, lekin ularni boyligi mana shu dunyoda qolib ketgan-ku. O'zi bilan olib ketmagan. Ya'ni boylik tugamaydi. Lekin siz agarda o'sha narsaga loyiq bo'lsangiz, u sizga ko'payib keladi. Lekin agarda sizda o'sha unga munosiblik bo'lmasa, ichki ruscha aytganda duxovnost, ya'ni sizni ham ruhiy, ham ma'naviy tomonlama to'yinganligingiz bo'lishi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham aytganlar, ayollarni ilmli bo'lishiga ko'proq e'tibor beringlar. Nega? Chunki ayollar farzand tarbiyalaydi va albatta turmush o'rtog'iga ham juda katta ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham agarda ayol ichidan ma'naviy, ruhiy to'yinganlik hissi bilan bo'ladigan bo'lsa, ya'ni tarbiyalangan bo'ladigan bo'lsa, ishlamasa ham nol holatidagi erini bemalol yuqori darajaga ko'tarib oladi. Lekin bizda qanaqa ayollar, mana ko'p ayollarni uchrataman, uyda o'tirib qolishdan qo'rqaman deyshadi. Uyda o'tirib qolish ular uchun go'yoki bir qamoqqa o'xshaydi. Hayot tugagandek, bo'ldi, zindonga tushgandek tasavvur qiladi. Qamoqqa tushgandek o'zlarini his qilishadi. Lekin agarda inson o'ziga o'sha ishonchi, o'zini aniq nima xohlashini, unga o'zi bu hayotda nima kerakligini, nima uchun o'zi ko'chaga chiqayotganini, nimaga bu uyda uni turgisi kelmayotganini, agar hammasini tahlil qilib, hammasiga javob topsa, u uyda o'tirib ham o'sha turmush o'rtog'ini boy qila oladi. Lekin qancha ayollarni ko'ramiz, ertalabdan kechgacha 2-3 talab ishda ishlaydi, lekin doim uchma-uch yashashadi. Eri ham ishlaydi, o'zi ham ishlaydi. Nima uchun? Bu yerda erga ishonch yo'q. Ya'ni bitta o'zi epla oladi degan ishonch yo'q.
siz topganingiz bilan ro'zg'or qilamizmi, bolani boqamizmi yoki jamg'arma qilamizmi Xuddi shunaqa. degan ishonchsizlik oqibatida o'zi ishga chiqib ketadi va erni o'zidan pastga qo'yadi. Men topayotganim sababli bizda oilamizda rivojlanish bo'lyapti. Agar men uyda qolib ketsam, bunaqa holatga yetmasdik Xuddi degan shunday. fikrlar juda ham uchrayapti. Xuddi shunday va men o'zim juda ko'pchilikda nima qiladi? Erimdan pul so'ragim kelmaydi, o'zimning pulim bo'lishini xohlayman. Nimaga siz eringizdan pul so'rashni xohlamaysiz? So'rang. G'ururim yo'l qo'ymaydi. Siz erkak kishimisiz, g'ururingiz yo'l qo'ymaydi. Sizga aynan so'rashni bergan, eringizga sizni boqishni bergan. Sizni eringizga полностью как обеспечение, ya'ni uni qaramog'iga bergan, sizni yeb ichishingizdan tortib to mayda-chuyda rasxodlaringizgacha Alloh unga bo'yniga bergan va uni albatta topadi. Nimaga siz ishonmaysiz? Yo'q, men g'ururim yo'l qo'ymaydi. Xo'p, kechirasiz-ku, bitta uyda yashayapsiz, bitta qozondan ovqat yeyapsiz, qo'pol bo'lsa ham bitta postelda yotyapsiz. Nimaga endi pul so'rashga kelganda uyalasiz? Ya'ni bu kibr. Bu ayollardagi kibr. Oiladagi raqobat. Oilada ko'pincha mana shu narsani isbotlash. Lekin tashqarida men shunaqa insonlarni bilaman. Tashqarida bu meni erimni puli, meni erim sovg'a qildi, u bu deydi-da, lekin o'zi bilan suhbatlashsangiz, eridan umuman pul so'ragisi ham kelmaydi. Biladi ongli ravishda, что erdan pul olish, erni ta'minotida yashash, erni mana shunaqa nima deydi, papalab soxta baxtni hammaga namoyon qilish bunday ayollarda. Ular go'yo hammaning oldida men zo'rman, baxtliman, mana erim qilib beryapti deb o'zini zo'r ko'rsatyapti o'rtoqlarini oldida. Lekin oilaga kelganda o'sha erdan pul so'rashga g'ururi yo'l qo'ymadi degani, menimcha bu oilada raqobat er va xotin o'rtasida. Men sendan zo'rman, men kimligimni senga ko'rsatib qo'ymoqchiman deb yashaydigan ayollar ko'rinishida kelyaptimi hozir shunda bunday ayollar? Shunaqa. Eri bilan raqobat va o'zi kimlarnidir o'ziga ideal yasab oladi-ku, mana shu zo'r hayotda yashayapti. Va ana shu nuqtai nazardan qarashganda ularda shunaqangi holat bo'ladiki, ana ayoldan ko'ra men yaxshiroq bo'lishim kerak yoki anundan ko'ra yaxshiroq bo'lishim kerak. Insonni barbod qiladigan narsa raqobat. Ayolni. Raqobat erkakka xos. Chunki mana oldinlari ham bo'lgan, masalan bitta ayolniga masalan 2-3 nima dedi, talabgor chiqqanda kuch sinashgan ular. Kimdir kamondan o'q otgan, kimdir kurash qilgan va kuchlisiga erishish maqsadida. Kuchlisiga ayollar berilgan. Lekin ayollar kim bilandir raqobat qilishmagan-ku. Bizda bugungi kunda ayollarda bo'lib ketyapti bu raqobat. Ayollar raqobatga o'tdimi, bo'ldi, hayot barbod bo'ladi. Hech kim bilan o'zini solishtirish kerak emas. Hech kim bilan, faqatgina o'zini kechagi meni bilan solishtirish kerak. Kechagi Madina bugungi Madinadan ko'ra, bugungi Madina kechagi Madinadan ko'ra nimasi bilan o'sdi? Nimasi bilan u yaxshiroq bo'ldi? Ana shu keyinchalik ura bu ichki xotirjamlikni bergan sari siz hech kim bilan raqobatlashishga o'zingizda ehtiyoj ham his qilmaysiz. Sizga hech kim qiziq ham bo'lmaydi. Turmush o'rtog'ingiz esa o'sib ketaveradi. Chunki siz hech kim bilan raqobatlashmasangiz, men kimdandir pastman degan narsa bo'lmaydi shunda. Demak, sizda nima bo'lyapti? Xotirjamlik bo'lyapti. Bu xotirjamlik ishonchga aylanib turmush o'rtoqqa bo'lgan ishonch bo'ladi. Qaytanga turmush o'rtog'i siqilayotgan paytda, yo'q, men sizga ishonaman. Men turibman. Eng muvaffaqiyatli insonlarni dunyo bo'yicha kuzatadigan bo'lsangiz, hammasi aytadi. Meni ortimda meni qo'llab turgan ayolim bor. Ya'ni ular bankrot holatga tushganda ham hamma voz kechganda, o'rtoqlari, tanishlari, hatto qarindosh aka-ukalari ham voz kechganda turib bergan ayoli, ishongan ayoli borligi uchun ular oldingi holatdan ham yuqori darajaga chiqadi. Chunki u ayol o'sha erkakni hamma paytda yonida turishga va'da bergan va o'sha bilan boy payti ham, kambag'al paytida ham birga yashayman degan va o'shanaqa er bankrot bo'ldimi, hamma qochganda ham u ayol qochmadimi, o'sha erkak yana undan 10 karra kuchli bo'lib ko'tariladi. Chunki uniga ishonch beradigan eng asosiysi umr yo'ldoshi. Agar o'sha paytda umr yo'ldoshi ham eriga ishonch bildirmasdan bo'ldi, endi siz hech qachon oyoqqa tura olmaysiz, men buncha qarzga kirdingiz, men siz bilan yashamayman, bo'ldi, ajrashaman deb o'sha eridan voz kechib ketsa, u erkak juda ham katta stress oladi va hech kimga ishonchi qolmaydi. Chunki butun umr yashab kelgan oilasi
puli bor paytida u bilan birga yashadida, pulsiz bankrot bo'lib, hech qanaqa yonida bir tiyini ham qolmadi, do'sti ham, hech nima qolmaganda ayoli ham undan voz kechdimi bo'ldi. Chunki uni kimga ishonadi? Og'aynisi kechdi, do'stlari kechdi. Bir umr puli bor, zo'r yashayotgan paytida birga yashab kelgan, bir yostiqqa bosh qo'ygan ayoli ham undan voz kechyapti. U erkak butkul hayotda hamma narsadan bittada ajraladida, keyin uni oyoqqa turishi juda ham qiyin bo'ladi. Shunaqa vaziyatlarda ayollarimiz erim bankrot bo'ldi deb undan voz kechish kerak emas. Aksincha, siz aytganingizdek, yonida tursa, o'sha erkak yana ham kuchliroq bo'ladi. Va hozir qizlarimiz turmushga chiqayotganda o'zlariga yaxshi hayotni orzu qilishmayapti, baxtni so'rashmayapti. Men baxtli bo'lib ketishim kerak, mana shu inson bilan uzoq umr qanaqa holatda bo'lsa ham baxtli bo'lishim kerak degan savolni bermasdan, mayli, hozir turmushga chiqib olay, undan keyin nimadir bo'lar, o'ylab ko'ramiz deb turmushga chiqayotgan qizlarimiz ham bo'lyapti. Xuddi shunaqa yigitlar ham bo'lyapti. Mayli, o'ylanaveraychi, undan keyin bir nima bo'lardi. Kelajakni o'ylamasdan shunchaki uylanay yoki turmushga chiqay, bu yog'i nimadir bo'lar degan fikr bilan turmush qurayotgan yoshlarga nima deb maslahat bergan bo'larding? Oila muqaddasligi bu hamma dinda ham, hamma fanda ham isbotlangan. Shuning uchun oilani mustahkam qiladigan narsa nima? Birinchi o'rinda bir-birini tushunish. Bir-birini to'ldirish. Nima uchun ayol erkak ikki xil yaratilgan? Ayol emotsional, erkak intellektual rivojlangan. Ya'ni ayol emotsiyaga berilib ketib, juda ham bir tushkun holatga yoki juda ham panikaga, qo'rquvga kirib ketganda erkak uni to'xtata olish kerak. Yoki erkak faqat aqlli hayotida faqat ishga berilib ketganda yoki faqatgina mana shu pul bo'lishi kerak yoki mana shu narsa deb turib olganda, ya'ni faqatgina bir matematika qo'pol qilib aytganda bo'lib qolganda, ayol unga emotsiya berishi kerak. Ya'ni ayol buni bu o'zi bilan o'zi deb o'zini yog'iga qovurilishi kerak emas. Erkak bu faqat shu noliydi, faqat yig'laydi deb faqat o'zini ishiga berilib ketish kerak emas. Chunki bunda ikkita taraf baravar ketmayapti. Ikkalasi ham aravani ikki tomonga tortyapti. Bu arava sinib ketadi. Ya'ni bu oila aravasi sinib ketadi. Uni ichidagi bolalar qaysi taraf bo'lishini bilmay qoladi. O'rtada sarson bolalar. O'rtada sarson bolalar. Lekin ko'p holatlarda ayollar tomonga o'tib oladi bolalar, chunki ular mana har qanaqa hayvonni ham bolasi onasi bilanda, har qanaqa holatdagi bola yig'lagan yoki siqilgan onasi taraf bo'lishga harakat qiladi. Ya'ni unga qandaydir o'zini yordami, hech bo'lmaganda uni oldida qolishi bilan o'zicha yordam bergan bo'ladi. Aslida bu yerda ona ham ota ham haq degani emas. Yoki ota yoki ona aybdor degani ham emas. Lekin oilalarni barbod bo'lishiga, oilalarni o'sha nima deydi, garmoniyada bo'lmasligiga ayollar sababchi. Bu ayollarga yoqadimi, yoqmaydimi? Men bu narsani nima deydi, ularga yoqish uchun yoki yoqmasligi uchun ular tarafni olib bir narsa deyishni men xohlamayman. Haqiqatda gapirish kerak. Chunki agarda ayol o'zini qo'liga olib manda emotsiya, ya'ni ruhiyat manda ekan. Ya'ni men maza bera olar ekanman bu oilaga va manda ekan. Qayerda men xato qildim? Men qayerda adashdim? Tahlil qilish kerak o'zini. Xo'p, masalan, erkak agarda men ko'pchilik aytadi, erim bee'tibor faqat ishini o'ylaydi, kech keladi. Sizchi? Siz e'tiboringiz qayerda? Siz e'tiboringiz faqat eringizda, o'zingizda emas. Ya'ni o'zini mana maktabgacha aytishadi qizlar, turmushga chiqqanimcha men shunaqa mazza edim, shunaqa zo'r edim, turmushga chiqqandan keyin mening hayotim shunaqa bo'lib ketdi. Ungacha men juda ham erkin edim, unaqa edim, men zo'r edim, unaqa kiyinardim, unaqa yurardim deyshadi. Xo'p, nima uchun? Chunki turmushga chiqquncha ko'pincha ilmda bo'ladi, maktabda o'qiydi, institutda o'qiydi, kollejda o'qiydi, ya'ni doimiy o'sishda bo'ladi. O'z ustida ishlayotgan. O'z ustida ishlayotgan bo'ladi. Har qanaqasiga biz ilm olayotgan paytimizda ham biz xohlaymizmi yo'qmi, duxovniy tarafdan ham o'samiz baribir. O'sishda bo'lamiz. Turmushga chiqqandan keyin to'xtab qoldi, bo'ldi, butun diqqati faqat erda bo'lib qoladi. Erim nima qilyapti, qayoqda yuribdi, kim bilan yuribdi? Hamma ayollarning fikrida erim xiyonat qilyapti degan narsa bo'ladi.
99%. 1% xo'p ishonish va mumkin. bu erim xiyonat qilyapti degan shubha ostida ajrimlar soni ham ko'payib ketyapti. Erim o'zi mana erim xiyonat qilyapti yoki xiyonat qiladi degan fikr qayerdan keladi? Buni o'ylab qarasangiz, man yetarlicha yaxshi emasmanki, erim mendan yaxshirog'ini topadi. Ma'nosini agar tegini qaraydigan bo'lsangiz, o'ziga ishonchi yo'q, o'ziga bo'lgan samotsemka past va bu erim menga xiyonat qilyapti va er va xotin o'rtasida suhbat ham umuman yo'q. Da, faqatgina mana shuni tushunib yetmaydida, mendan yaxshi o'zi mana ong ostida nima deyotgan bo'ladi? Nima uchun u xiyonat qilyapti deb o'ylayapti? Chunki mendan yaxshirog'i, mendan go'zalrog'i, mendan zo'rrog'i bor, o'shanga ketadi. Faqat erni kovlash bilan ovora bo'ladi. Xo'p, sen agar shunaqa bo'layotgan bo'lsa, o'zingga ishonmayotgan bo'lsang, agar ering kimnidir topishiga agar senda ishonch bo'ladigan bo'lsa, demak, agar u sendan yaxshirog'ini topishiga senda shubha yoki ishonch bo'layotgan bo'lsa, demak, sen o'ylagan yaxshiroqdan ham yaxshiroq bo'lishing kerak emasmi? O'shanga harakat qilib, o'z ustida ishlab, o'ziga qarab, erni ko'ngliga qarab, kelishiga keldingizmi, yaxshi keldingizmi, mayli kech kelgan bo'lsa, dadasi, nima uchun kech keldingiz? Qorningiz ochmi, ovqat solib beraymi? Yaxshi keldingizmi deb o'sha erkakka dildan suhbat qilsa ayol, keyin erkak ham aytadi-da, demak, ayolim meni kutib turgan ekan. Uxlamasdan, misol uchun kech kelibdi. Mayli o'shani yomon tarafga o'girmasdan, yaxshi tarafda ayollar qabul qilish kerak. Bizda aksincha, erimiz kech kelsa, nima uchun kech keldingiz? Qayerda edingiz? Kim bilan edingiz? Nima uchun meni telefonimni ko'tarmadingiz? degan savol bilan erkakni kirishi bilan asabiga buzamiz, bo'ldi o'sha. Bu yog'iga oilada suhbat bo'lmaydi, er va xotin o'rtasida ikkalasi bir bilan janjallashadi va bir-biridan ko'ngli soviydi. Bu holatda ham oilada tushunmovchilik oqibatida oilani barbod bo'lishi va oila ikkiga bo'linib ketishi shu yerdan boshlanadi. Ishonchsizlikdan boshlanadi. Erkak uyga shoshilib kelishi uchun u ayolda hammani ko'ra olishi kerak. Ayol unga do'st ham bo'la olishi kerak. Ayol unga bolalarning onasi ham bo'lishi kerak. Ayol unga ma'shuqa ham bo'lishi kerak. Ayol unga ham vaqti kelsa ona ham bo'la olishi kerak. Vaqti kelsa u bilan o'sha dardini bo'lisha oladigan inson bo'lishi kerak. Erkak ayolining oldida kerak bo'lsa o'zini juda ham qiynalib ketgan holatida ba'zan bo'ladi, erkaklar yig'lamaydi, lekin agar ayolining oldida masalan ba'zan juda ham kam holatlar, juda ham to'yib ketgan holatda ayolining oldida agar bemalol ko'zini yoshini ham o'ziga erk bera olsa, ayolining oldida bemalol o'zini yutuqlari bilan bo'lisha olsa, ayolining oldida bemalol qanaqadir bir ikkilanishlarida kelib maslahatlasha olsa, o'sha ishonsa, ya'ni do'st sifatida yoki bo'lmasam masalan o'sha postel holatida ham u o'sha ayoliga ishona olsa, har tomonlama farzandlari yaxshi ayolning qo'lida tarbiya topayotganiga ko'nglida xotirjamlik bo'lsa, u erkak uyga talpinadi. Ayol mana shu hammasini ola olish kerak o'zida. Agar ayol kerak bo'lsa erkalanib, qizchadek ham bo'la olish kerak. Chunki erkaklarga yoqadi. Bizda nima qiladi? Bizda hamma aqlli ayol, aqlli ona bo'lib oladi. Erkakga ona kerak emas. Aqlli ayol kerak. Sevadigan. Ona holatida bo'lishi mumkin, qachonki mana shu juda ham siqilib ketganda podдержка qilish uchun prosta tinglab berish kerak. Ya'ni u nima aytayapti, u ba'zan bo'ladi, erkak ham erkaklar o'zi ko'p gapirmaydi, lekin ba'zan bo'ladi, erkak tinglanishni xohlaydi. O'zi har qanaqa insonning muammosi tinglanmaganlikdan boshlanadi. Shunaqa. Yaqinda eshitmaydi bir-birini, hamma faqat o'zini gapini gapirib olishi kerak. Mana bunaqa holat bo'ldida, qiz va yigit turmush qurgan, qizni ko'rsangiz juda go'zal. Oilasi ham go'zal, zo'r, badavlat, zo'r oilaga turmushga chiqqan, eri chet elda ishlaydi. U aytayapti, meni erim telefonimni iCloud'dan o'zi ulab olgan va meni qizlik paytimdagi yigitim bilan yozishgan SMS'larim chiqib keldi erimning oldidan. Va erim menga telefonda talog'imni berib yubordi, deyapti-da. Oldimga kelgan bitta suhbatdagi kelincha shu gapni aytayapti. Bu holatga qanaqa baho bergan bo'lardingiz? Endi u turmushidan oldin kimnidir sevgani uchun eri unga ajrim
berib yuborgan, talog'ini berib yuborganiga qanaqa qaragan bo'lardingiz? Endi birinchidan bu yerda agarda masalan nikoh ishonch asosida qurilgan bo'lsa, bunaqa narsa kelib chiqmasligi kerak edi. Agarda qiz o'sha qo'rquvi bilan yashagan bo'lsa, ya'ni bir kun chiqib kelsa-chi, Qachondir erimni oldida shu qilganlarim chiqib kelsa, yozganlarim. qachondir chiqib kelsa-chi degan shubha bilan va qo'rquv bilan va o'sha chiqib keladigan narsasi haqiqatda yaxshi emas narsaligiga o'zida o'sha qo'rquvi, ishonchi bo'lgan bo'lsa, shubhalar bu narsani o'ziga tortib olgan bu holatda. Endi oldingi yigitim deb aytyapti. Endi men o'ylaymanki, agar u yerda juda bir seryozni narsalar bo'lmagan bo'lsa, menimcha bunaqangi qilmagan bo'lardi. Birinchidan, ikkinchidan, agarda qo'rquv bilan yashaydigan bo'lsa, u qo'rquv baribir kelib chiqadi. Baribir kelib chiqadi. Yana bor, masalan, nima sababli u yigiti bilan birga bo'lmaganligi. Nima sababli? Agarda chunki hamma narsaga qarash kerak. Bitta faqatgina erkakni ayblash kerak emas. Kovlabdi. Ayollar ham kovlaydi-ku erini telefonini. Masalan, erning polniy haqqi bor bu narsaga. Bu oilada o'zi ishonch bilan qurilmagan oila bo'lishi ham mumkin demoqchisiz. O'zaro ishonch bilan emas, yigit buni go'zalligiga, chiroyli ekan, qiz buni boyligiga yoki bir mansabiga uchib tekkan va mana shu oldingi hayotida, ya'ni o'sha yigiti bilan bo'lgan munosabatda nima borki, turmush o'rtog'i bundan voz kechdi. Nima borki, bu qo'rqqan, o'sha narsani tortib oldi o'ziga. Nima borki, bu o'sha narsani yashirishga uringan. To'g'ri, masalan, men har doim aytaman, hech qachon siz eringizga masalan, oldin men bu bilan yaxshi ko'rishganman deb aytmang, lekin o'sha yigiti bilan ajrimga nima sabab bo'lgan? Balki bu qiz bu yigitni tanlab ketgandir, balki bu xiyonat qilgandirki, xuddi shu narsa javob qaytayotgandir. Biz bilmaymiz. Uni faqatgina suhbat jarayonida bilish mumkin, xolos. Lekin men asosiysi aytadigan narsam, siz aytdim-ku, xotirjamlik bilan turmushga chiqishingiz kerak. Xotirjamlik deganda siz o'zingizga bahoyingiz bo'lishi kerak. Men har kim bilan gaplashib keta oladigan, men ko'chadagi bir nima deydi, qo'pol qilib aytganda musorni bakmasman, hamma xohlagan musorni tashlab ketadigan. Men nozik xilqatman. Men Alloh yaratgan mo'jizaman va men eng yaxshisiga loyiqman. Eng yaxshisiga, chunki Alloh har birimizni eng yaxshisiga loyiq qilib yaratgan. Lekin biz o'zimizni qanaqadir bir musorlarga loyiq ko'rib yuramizda. Agarda o'sha ayol yoki o'sha qiz oliyjanoblik bilan narigi yigiti bilan qaysidir muammo sababli masalan ajralgan bo'lsa ham, bu bo'ladi hayotda. Hech kim birdaniga o'sha kam bunaqalar. Bitta o'sha inson bilan yaxshi ko'rishib, o'sha bilan turmush qurib ketganlar ko'p bor, lekin kam. Lekin nima sababli ajrim bo'lgani bu yerda juda katta savol bo'lib turibdi. Xuddi bu yerda hozir tepada suhbat qurganimizdek, qizlar ham boylikka, yigitlar ham chiroyga uchgan dedingizki, xuddi o'shanaqa muhitda qurilib qolgan oila bo'lsa, o'sha bular bir-biri bilan birga bo'lgandan keyin ular bir-birini yoqtirmay qolishdi. U qiz o'zini sevganini xayoldan o'tkazgan bo'lsa, yigit ham bundan shubha qilib buni tekshirgan bo'lsa, buni oqibatidan bitta oila qurildi va tezda barbod bo'lib ketdi. Undan ko'ra mana shu qizlarimiz ham, yigitlarimiz ham chiroyiga ham yoki boyligiga ham uchmasdan hayotni keyinni ko'ra bila turib, birga yashash maqsadida turmush qurishganlari juda ham maqsadga muvofiq bo'lardi deb o'ylayman. Chunki bu hayot o'yinchoq emas. Turmush bugun qurib ertaga boshqasi bilan yana turmush qurib ketish yoki bugun bu bilan ertaga bu bilan bo'lish degani emasda, hayotda oxirigacha bitta odam bilan borishni maqsad qilib o'shanga ishonib, ishonch bildirib, ikkalasi ham bir yoqadan bosh chiqarib, bir-biriga ishonib, o'sha holatlarni unutib yorib, agar ikkalasi ham bo'ldi, bugundan bizning kechagi hayotimiz yo'q va bugundan ikkalamiz uchun yashaymiz deya birgalikda turmush qurib hayotini davom ettirishsa, ishonch ham bo'ladi, oilalarda ajrimlar soni ham kam bo'ladi va er-xotin o'rtasida mustahkam oila ham barpo bo'ladi deb o'ylayman. Yolg'on ustida qurilgan oila hech qachon mustahkam bo'lmaydi. Oxirigacha yetib bormaydi. Hech qachon. Yolg'on ustida qurilgan oila bu ayniqsa u yolg'on ayol tarafdan bo'ladigan bo'lsa. Chunki ayollar
hali aytdim, juda emotsional bo'ladi. Ular hissiyotga boy bo'ladi va ular o'zini hissiyotini boshqara olishni bilishi kerak. Erkak kishiga masalan qaror qabul qilishlar qo'yilgan bo'lsa, ayol kishiga bu narsani emotsional tomondan ko'rish berilgan. O'sha yigit masalan turmushga chiqqandan keyin buni iCloud'ini ulab olib qidirgan bo'lsa, demak shubhaga asos bo'lgani bo'ladi. Nimaga? O'sha narsani agar u oldinroq shubhalangan bo'lganda edi, tekshirish niyati bo'lganda edi, oldinroq qilgan bo'lardi. Unashtirilib ham yurgan-ku. To'ygacha ham bugun unashtirilib ertaga to'y bo'lmagan. To'ydan keyin sezib qolgan bu holatni. To'ydan keyin aytaman-ku, ayol ichki holati hamma narsani ko'rsatib beradi. U gapirishi shart emas, u soxta, voy jonim, u bu adasi unaqa bunaqa degani bilan, lekin ichidagi haligi hadik, qo'rquv yoki ikkilanish bu yuzaga chiqadi. O'sha narsa baribir o'tadi. Chunki nikoh birlashtiradi. Qonuniy birlashish bo'ladi, ya'ni jinsiy birlashish bo'ladi. Bu to'lig'icha o'sha erkak ayoldan hamma informatsiyani oladi. Ana undan keyin unda shubha uyg'onishi boshlaydi. Nimaga bunaqa bo'ldi? Nimaga menda bu his uyg'onyapti degan savol bo'lgan bo'lishi mumkin. Va bekorga u narsani qilmagan. Nechta odam bu ishni qilishi mumkin? Hamma ham qilmaydi. Demak, o'sha narsaga asos bo'lgan. Asos bo'lgan, sabab bo'lgan. Va bu haqiqatda yuzaga chiqardi. Ya'ni qizni ichidagi qo'rquv, shubhasini hayotda o'zini oldiga keltirib qo'ydi. Hayotda ko'rsatdi. Va biz ko'pincha har doim erkaklar xiyonat qiladi deb erkaklardan xafa bo'lamiz. Nima uchun hamma erkaklar bir, hammasi xiyonat qiladi degan shubha ostida yashaymiz. Lekin qo'sh tirnoq ichida hozirgi kunda eriga xiyonat qilayotgan ayollarga qanaqa qaragan bo'lardingiz? Qanaqa qaragan bo'lardim? Albatta ahmoqlik bu. Bu juda katta kechirilmas gunoh, kechirilmas ayb. Nimaga erkaklarga kechirimli, ayollarga kechirimli emas deydigan bo'lsa, hali aytdim, erkaklar ular aqlli insonlar, ular shu ko'rganiga qarab hal qiladi. Ayollar emotsional, ayollar juda ham dono bo'lishi kerak. Aqllilik erkakka, donolik ayolga xos. Ya'ni u bila turib noto'g'ri qilayotganini va erkakni g'ururini paymon qilish bilan bu narsaga yo'l qo'yapti. Bilib turib qilyapti. Hech qachon, hech qaysi millatda, hech qaysi dinda, hech qaysi bir qarashlarda, qadriyatlarda ayolni xiyonati kechirilmaydi. Va bu to'g'ri. Chunki ayol осознанно, ya'ni anglab turib, xohlab turib, bilib turib xiyonat qiladi. Erkak faqat ko'rinishiga yoki qaysidir bir holatida yoki o'sha paytda qanaqadir o'zini emotsional holatiga qarab xiyonat qilishi mumkin va buni tan oladi keyin. Lekin ayol o'zidan o'zi bir kunda xiyonat qilmaydi. Ayol uzoq o'ylab, qaror qilib boradi o'sha narsaga. Tim bo'l yonida o'sha narsani berib turgan erkagi bo'lib turib bu boryaptimi boshqa? Demak, u solishtirib va xohlab o'zini nima deydi, o'sha narsaga moyil ko'rib harakat qiladi xiyonatda. Shuning uchun ayollarning xiyonati kechirilmaydi va ayollar bu xiyonatni o'zi ham voz kechib keta olmaydi. Ko'p bo'ladi shunaqa. Endi o'zi ayollarning xiyonati ko'p bo'lmaydi, lekin ayollar xiyonat qilgan holatda ayollar chiqib ketadi. Hatto farzandini tashlab ham chiqib ketadi. Chunki ular xohlab, bilib, uzoq vaqt o'zini emotsiyalarini tosh taroziga qo'yib, keyin turmushga chiqadi. Ya'ni keyin xiyonat qiladi-da. Lekin bu yoqda ana boy eri bo'lsa, boylikdan ajralib qolmaslik uchun qaysidir ma'noda ushlab turadi erini, ya'ni ajrashmasdan. Lekin emotsiya ayolda shu uchun ham donolik bo'lishi kerak, ya'ni hissiyotni jilovlay bilishi kerak. Kerakli joyda uyg'otib, kerakli joyda uni ushlab tura olishi bilish kerak ayol kishi. Baribir ayol kishi oilani or-nomusi, erini ham or-nomusi, kelajakda bolalarini ham or-nomusi. Shu uchun ayol kishilar bu holatda har qanaqangi 7 o'lchab bir kesish kerak. Va bu eng katta xato deb o'ylayman. Siz ham sizning fikringizni 100% qo'llab-quvvatlayman, chunki ayol kishi o'z-o'zidan xiyonat qilmaydi yoki bir kunda ham xiyonat qilmaydi-da. Erkaklar bir kunda ham xiyonat qilib qo'yishi mumkin. Tanimasa ham, ismini bilmasa, chiroyli qiz ko'rsa bo'ldi. O'shani bilan borib xiyonat qilib, hamma ish qilib bo'lgandan keyin ayoli bilib qolsa, uzr, xotin
endi bilmay qoldimda deydi. Lekin ayollar birdaniga tanimagan, ko'rmagan insoni bilan xiyonat qilmaydi. Juda ham to'g'ri fikringiz. Va oilalarni mustahkam qilib saqlab qolishimiz uchun kelajakda qizlarimizga va yigitlarga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz turmush qurishda va turmushdan keyingi hayotlarini mustahkam qilib, mustahkam oila bo'lishlari uchun ularga qanday maslahatlar bergan bo'lardingiz? Birinchi o'rinda ilm olish kerak. Hayot ilmi, mana bizda ko'proq ilm deganda qaysidir bir kasb egasi bo'lish uchun ota-onalar umuman pulni ayamaydi. Farzandim kelajakda masalan bitta bir qaysidir bir kasb egasi bo'lsin deb o'zi orzu qilgan, deylik mana shifokor bo'lish uchun yoki o'qituvchi bo'lish uchun yoki yurist bo'lish uchun farqi yo'q. Kichkinaligidan beradi, repetitorlarga beradi, boshqaga beradi, 11 yil maktabda o'qitadi, keyin institutda o'qitadi. Ya'ni bittagina shu diplom olish uchun, bitta kasb egasi bo'lish uchun bolani где-то bir kamida shu 4-5 yoshdan boshlagan bo'lsa, 15 yil umrini ana shu bitta diplom olish uchun qaysidir kasb egasi bo'lish uchun shuncha vaqtini sarflaydi va shuncha vaqtiga investitsiya qiladi pul tomonlama. O'qimasa o'qi deydi, boshqa deydi. Lekin hayot ilmini, ya'ni hayotdagi qarashlarni, oilaga tayyorlikni hech kim o'rgatmaydi. Nimaga? Chunki o'zida ham yo'q u narsa. U narsani aslida ota-ona o'rgatish kerak. O'zida yo'q bo'lsa, demak unga ham ustoz topish kerak. Hayot ilmini, hayotga tayyorlik ilmini ham o'rganish kerak. Bekorga oldingi mana ota-bobolarimizni ko'rsangiz, masalan o'sha Amir Temurni ham, Alisher Navoiyni ham, Mirzo hammasini ularning ustozi bo'lgan. Ularning o'zi ota-onasi ziyolilar, shohlar, podshohlar, lekin ustozi bo'lgan. Ustozi bo'lgan. Ustozi ularni masalan matematika bo'yicha ustozi boshqa bo'ladigan bo'lsa, lekin aynan hayot ilmini o'rgatadigan ustozi bo'lgan. Men maslahat berardimki, hozirdan kitob o'qishni, ya'ni o'zini o'stirish, o'zini rivojlantirish, o'zi umuman ko'pchilik o'ziga savol, men o'zi kimman degan savollar bermaydi. Men kelajakda kim bo'laman deydi, lekin hozir men kimman? Men o'zi bu dunyoda nima qilyapman degan savolni berishni o'rganish kerak 16-17 ga kirganda o'sha bola. Ana shu uchun bolalarni faqatgina bu tomondagi ilmga emas, samorazvitiyaga ham berish kerak. Bu uchun yetarlicha hozir informatsiya bor, kitoblar bor, ustozlar bor. Masalan, bolalar psixologi bor, bolalar psixologiyasi bor. Umuman bola paytida boshlamasa ham kech bo'lmaganda 14-15 yoshdan boshlab, o'smirlik davrida ham. Ha, sen mana shu kasb egasi bo'lasan, sen mana bu kasb egasi bo'lasan deyishdan oldin, sen o'zi nimani xohlaysan? Va ana shu xohishlariga bolani o'zini tafakkur qilishga o'rgatish kerak. Men kimman? Men kim bo'lmoqchiman va men bu uchun nimalar qilishim kerak? Bunaqa inson qanaqa qobiliyatlarga ega bo'lishi kerak? Faqatgina matematikani yoki ona tilini yoki ingliz tilini bildi degani bu bo'ldi, zo'r degani emas. Sizni o'qishga kirishingiz uchun u korочкалар kerakdir, o'sha sertifikatlar kerakdir. Lekin o'qishda sizni kim ekanligingizni, sizni ilmingiz nafaqat bu tomonlama, inson sifatidagi kачестволарingiz ko'rsatadi. Ana shu narsani tarbiyalash kerak. Agarda ustoz topa olmasa, ona o'zini ustida ishlashi kerak. Men farzandlarimni yetuk inson qilishim kerak. Yetuklik nima? Yetuklik bu diplom emas. Yetuklik ichki holat. Ichki to'yinganlik, ichki loyiqlik va ichki rozilik holati. Xotirjamlik. Mana bir xil insonlarni ko'rsangiz, o'tirsangiz o'sha odam oldida o'zingizni qanaqadir xotirjam his qilasizda. Nimaga? Chunki u o'zi xotirjam. Bir xil odamning oldida o'tirgisi kelmaydi. Jim o'tirsa ham qanaqadir negativ energiyasi sizga kelib turadi. Yoki bir xil davralarga kirsangiz tez chiqib ketgingiz keladi. Chunki ularning ichki xotirjamligi va o'ziga bo'lgan ishonchi ham yo'q. Yo'q. Mana ko'pchilik tashqi ko'rinishdan o'ziga bir men zo'rman degan narsani bino qo'yib oladi. Da, men tashqi ko'rinishdan mana qimmatbaho kiyimlarim bor, u bu, lekin energiyani his qiladi va siz uni kiyimi emas, nimagadir men shu odam bilan gaplashgim keladi deysiz. Nimagadir men shu odam oldida o'tirsam, qanaqadir prosta mazza qilaman yoki xotirjam bo'laman deysiz. Va o'shanaqa insonlarni ko'pchilik davrasiga tortgisi keladi. Bitta o'sha inson bo'lish mumkin, lekin 5-6 ta odam, "Mana shuni ham chaqiraylik."
yoki bo'lmasam mana shu odam bo'lganda qanaqadir maza qilamizda. Ayol agar o'ziga ishonchi, o'ziga bahosi yuqori bo'lsa, u o'tirgan davrada kerak bo'lsa unga moslab gaplashishga harakat qilishadi. Shunda biz bolalarimizni o'ziga bo'lgan ishonchi va ichi xotirjamligini rivojlantirib voyaga yetkazishimiz kerak va bular turmush qurib, ertaga o'zi mustaqil hayotga qadam qo'yishganda ham ularning o'ziga bo'lgan ishonchi bor, ichki xotirjamligi bor. Misol uchun hayotiy bilimi ham bor. Universitetda o'qigan bilimlari ham bor. Ikkala taraflama bilimi bo'lganligi uchun bular bemalol ham hayotiy bilimi bilan ham universitetda boshqa joyda olgan bilimlari bilan bemalol kelajakda mustaqil hayot qura oladi va ular bir-birini juda ham tushunadi va baxtli oila bo'lib keta oladi degan fikrlaringizni aytdingiz. Juda ham xursandman bu fikrlaringizdan. Bugungi yoshlarimizga bu fikrlaringiz ma'qul keladi va yoshlarimiz bulardan o'zlariga keraklicha xulosa chiqarib, ertangi hayotlarida mustaqil qadam tashlashganda bularga amal qilishadi deb umid qilamiz. Va men bugungi suhbatdan xulosa qilib shuni aytishim mumkinki, haqiqatdan ham yoshlarimiz kelajakka, mustaqil hayotga juda ham yuzaki qarab qolishmoqda va buni chuqurroq o'rganib, o'z ustlarida ishlab, o'qib, ilm olib, oilaga boshqacha ko'z bilan qarashlarini maslahat bergan bo'lardim. Chunki bu oila bir kunlik emas. Bugun bu bilan ertaga boshqasi bilan bo'lib ketadigan narsa emas. Oila qanchalik mustahkam bo'lsa, oilada bolalar ham yaxshi unib o'sadi, u bolalar ham baxtli bo'ladi va ayol ham o'zini baxtli his qiladi. Erkak ham o'zini baxtli his qiladi. Ayol va erkakni bir-biriga bo'lgan ishonchi kelajakka bo'lgan eng katta umid bo'ladi. Shunday ekan, yoshlarimizga men shuni aytgan bo'lardimki, bir-biringizga ishonch va hurmat bilan turmush quring va bir-biringizni umringizni oxirigacha hurmat qilib, ishonib, bir-biringizni qo'llab-quvvatlab baxtli yashashga harakat qiling. Rahmat kattakon, kaklik, men bugungi suhbatda maza qildim. O'ylaymanki, siz boshlagan ishingiz xudo xohlasa juda ham ko'p yoshlarga manfaatli bo'ladi va albatta kerakli yo'nalishni tanlaganingizdan juda ham xursandman, chunki bugungi kunda aynan oila mavzusi juda ham dolzarb bo'lib kelmoqda. Bugungi shiddatli hayotda faqatgina moddiyat narsalarga emas, ko'proq qadriyatlarga, emotsional holatlarga va psixologik holatlarga e'tibor berish kerakligini inobatga oladigan bo'lsak, siz inshaalloh juda ham ko'p ayollarga yordam bera oladigan mutaxassis ekanligingizga ishonaman va sizni auditoriyangiz ham doim sizni kuzatishda va sizni qo'llab-quvvatlashda, ayniqsa sizni maslahatlaringizga amal qilishda davom etishsin. Rahmat kattakon maroqli suhbat uchun va taklif uchun. Rahmat Madina opa, sizni ham kelganingiz uchun kattakon rahmat. Minnatdorman. Juda ham zo'r fikrlarni bildirdingiz. Hayotiy juda ham kerakli narsa, yoshlarimizga kerakli bo'lgan maslahatlarni berdingiz. Bundan juda ham xursandman va shu borada bizni kuzatib turgan barcha kuzatuvchilarimizga rahmat deyman va keyingi sonda sizlar uchun qanday mavzularda podkastlar o'tkazishimizni xohlaysiz, kommentariyada yozib qoldiring. Biz sizning fikrlaringizdan kelib chiqib o'sha mavzularda sizlar uchun juda ham yaxshi, juda ham foydali podkastlar o'tkazishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling. Sizlar bilan ko'rishganimdan juda ham xursandman.